Barcha narsa shunchaki dekoratsiyadek va men bugun buni o'zgartirmoqchiman. Soatiga 35 mingta narsa erta oladigan pechkalardan tortib super sandiqlargacha. Mana bu men hozir ishlatadigan pechkalar va rostini aytadigan bo'lsam, bu juda ham rasvo, ishlatishni o'qilay bo'lgani yetmaganidek juda ham sekin. Shu sabab men bugun o'zimning ulkan bazamdagi ulkan pechkalarni shunchaki dekoratsiyadan ajoyib super pechkalarga aylantiraman. Yana bitta dahshat sandiq ham quramiz. Faqat bundan oldin menimcha bu yerlarni yoritish kerak. Faqat qancha mashina qo'yish kerakligini bilmayapman. Aytgancha, kim bilmasa Minecraftning oxirgi versiyasiga o'zbek tili qo'shildi. Va nihoyat to'p-to'p shekilli. Aynan shu narsa. Ha, endi men qaysi blok qanchalik yoritilganligini shunchaki ko'ra olaman. Ajoyib. Hozircha bu pechkaning ichi bo'm-bo'sh. O'zi ham zo'r avtomatik pechka qursa bo'ladi. Yoritamiz hamma yerni. Endi bo'lsa super pechka uchun narsalar to'plash kerak. Bu pechka shu qadar kuchli bo'ladiki, soatiga 35 mingta narsani erta oladi. Faqat shunga yarasha bir dunyo narsalar kerak. Va men ularni hammasini to'plab bo'ldim. Endi qurilishga kirishsak ham bo'ladi. To'xtanglar, tashqarida nima qaldiroq chaqyaptimi? Chaqmoq qaytargich o'rnatganman-ku, lekin baribir qo'rqinchli. Qani, hech qayer hozircha yonmayapti. Chaqmoq qaytargichi esa ishlayapti. Nima? Zaryadlangan creeper? Menimcha bunday noyob ekzemplarni saqlab qo'yish ham ortiqchalik qilmaydi. Sening noming super creeper. O, savdogar, qani nimalar sotasan? Ajoyib. Bular juda ham foydasiz-ku. Xullas, pechkani qurish kerak. Ikkita sandiqda bunday, orqasiga esa mana shunday o'ramalardan qo'yib chiqamiz. Ustiga bo'lsa pechkalar ajoyib 4.36 ta pechka. Turishi yoqmayapti. Burchakda bo'lib qolgandek. Buzamiz. Bo'ldi. Bir blokka surdim. Endi qurishni davom ettirsa ham bo'ladi. O'ramalar yana. Shuncha o'rama o'zi nimaga kerak? Mana bu pastda turganda tayyor erigan narsani oladi. Yondagisi bo'lsa unga yoqilg'i solib turadi. Hali ustiga ham o'rnatamiz. Ular bo'lsa narsa tashab turadi. Redstone'li tizim qilish kerak. Bu blok yoqmayapti. Mana bu boshqa gap. Sandiq. Aynan mana shu sandiqqa hamma yoqilg'ini solamiz. Pechkalarda ishlatib turishi uchun. Bitta komparator va 3 ta uzaytirgich maksimumda. Endi esa bir blokka ko'tarilib, portion va redstone blok o'rnatamiz. Ajoyib. Redstone ham ozgina. Shu yerda e'tiborli bo'lish kerak. Ikkita relsni o'rnatamiz. Bunisi ko'tarilgan bo'lib turishi kerak. Shuning uchun mana bu blokni sindirib, bu yerga oddiy rels qo'yamiz. Ko'rganingizdek bu ko'tarilib qoldi. Endi bu oddiy relsni sindirib, bu yerga oddiy blok qo'yamiz. Sariq relsni ustiga darcha, mana bu yerga esa vagoncha. Faqat vagonchani olish esdan chiqibdi. Muammo emas. Mana shunday ko'rib turganingizdek, mana bu rels yondi. Bu menimcha ish hammasi yaxshi degani. Endi o'ramalar ustidan bir dunyo relslar qo'yib chiqish kerak. Mana bu yerda fantastika qilish. Voy, bu rels to'g'ri kelmaydi. Mana shunday. Endi yana sarig'idan, bu yerda oddiysidan, yana sarig'idan, xullas xuddi shunaqa. Yo'lni oxiriga kelgandan keyin esa bu yerga shunchaki oddiy blok qo'ysa bo'ldi. Yaxshi, yoqilg'i tashish tizimini yo'lga qo'ydik, lekin biz yana eriydigan narsalarni tashiydigan tizim ham qilishimiz kerak. Deyarli hamma narsa bir xil, faqat uzaytirgichlar ikkita bo'ladi va albatta maksimumda ikkalasi ham. Xullas hammasi xuddi boyagi tarafdagidek. Bu yerga ham redstone, portion, redstone blok va yana